Hammaga salom, mana shunaqa sport YouTube kanali obunachilari, bahor biz uyg'onmoqdamiz. Xullas, qisqagina video bugun Vincent Kompany haqida. Vincent Kompanyni ko'pchilik futbolchi sifatida juda ham yaxshi biladi. Hozirgi kunda esa Bavariya bosh murabbiyi va Bavariya Vincent Kompany boshqaruvi ostida juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Bu nima uchun bunchalik darajada muhim? Sababi Vincent Kompany hali juda ham yosh, u endigina 39 yoshga to'ldi va bosh murabbiy sifatida katta klubni juda ham yaxshi, a'lo darajada boshqarmoqda. Kompany Anderlechtda o'ynovchi murabbiy sifatida o'ynadi. U Manchester Cityda uzoq yillar juda ham yaxshi to'p surdi. U jamoa sardori edi. Albatta bu jihatlari unga hozirgi kunda bosh murabbiy sifatida juda ham katta yordam beryapti. Anderlechtda o'ynovchi murabbiy bo'lgani bu alohida e'tiborga molik tarafi, sababi hozirgi zamonaviy futbolda bunaqa tajribalarni biz juda ham kam ko'ramiz. Demak, undan keyin Burnleyni Championshipdan Premier Ligaga olib chiqdi. Bu ham juda ham qiyin yo'l. Xullas, nima demoqchiman? Kompany himoyachi, oxirgi himoyachi bo'lib o'ynagan va oxirgi himoyachilardan juda ham ajoyib murabbiylar yetishib chiqadi. Bunga bittagina o'xshatish aytmoqchiman. Bizda Baxtiyor Ashurmatov bor. Baxtiyor Ashurmatov ham oxirgi markaziy himoyachi bo'lib o'ynagan, jamoa sardori bo'lgan, terma jamoada ham jamoa sardori va uzoq yil termamiz himoyasini juda ham a'lo darajada uddalagan. Lekin Baxtiyor Ashurmatov professional futbolda murabbiyligini ko'p davom ettirmasdan hozirgi kunda bolalar sporti bilan shug'ullanmoqdalar. Va bunga nima sabab? Bu haqida yaqinda bir vlog chiqadi va unda batafsil bunga to'xtalib o'tamiz. Kompaniyaga esa omad tilab qolamiz. Kompanyani murabbiylik, bunaqangi zafarli murabbiylik yo'li qanchalik davom etar ekan. Lekin u zamonaviy futbolga eng kerakli bo'lgan jihatlar bilan yondashmoqda. Intensivlik, yangicha fikrlash, tez qarorlarni qabul qilish bu juda ham muhim bo'lgan omillardan bittasi. Sizlar o'zingizlarning fikringizni albatta kommentariyaga yozib yuboringlar va albatta Baxtiyor Ashurmatov haqida o'zingizlarga juda ham qiziq bo'lgan savollarni yozib yuboringlar. Biz buni vlogda albatta so'raymiz va ko'rsatamiz. Mana shunaqa sport obuna bo'lib, bunga ko'proq layklar bosib yuborishinglar kerak. Чтобы bize bu vlogni bundan ham zo'r qilish uchun. Sog' bo'linglar.